barchaga bugun sizlar bilan bugun sizlarga Minecraft'da top 3 modlarni ko'rsatib o'taman. Agar oxirigacha ko'rib like va obuna bossangiz, men qanday yuklashni ham o'rgatib ketaman. Birinchi 1.21 kiramiz, birinchi modimiz. Unda boshladik. Yo'q, yanglishimiz top 3 emas, top 2 mod ekan. Endi ikkinchi mod Jahon urushi modi. Jahon urushi modi. Drink dice is Yo top 3 laqmamaymi, top 3 mod. Urushiga qo'ydim, o'zingiz mana jahon urushida mana shunday zombilarga do'stlaringiz ham bo'ladi. Shunday. Bu yerda uylari, narsalari. Top 2 modimiz. Bedrock'ga tushadi hammasi, Javaga ham tushadi. Top 2 modimiz bu one block. Bu yana bir blok bor. Mana shu. Buni men yangi o'ynaganman. Shundan shunaqa o'ylar, shunaqa narsa ham qo'shiladi. Top 2 modimiz endi top 3 modga o'tamiz. Top 1 modga o'tamiz. Agar shu videoga unaqa 100 like kelsa, bundan ham yaxshi modlarni ko'rsatib ketaman. Mana top 1 modimiz Pixlet modi. Bedrock'lar qiyin o'ynashingiz mumkin. What the hell? To'q qayerdasan? Kimdir bormi? Bitta qatay. Bu shu yerda murtoq. Mana Bedrock'da nishonga olishingiz kerak bo'lsa, o'tirtirani bosasangiz, o'z nishonga oladi. Mana shu blok qo'ydigan tugmani bosing, o'zi atib. O'qitsangiz mana shu yana blokning üst o'picha oling. Jamida. Mana jahon urushi va shimol qo'yib o'ynasangiz, siz ham qo'shilishingiz mumkin. Hayır. Obuna va like bosing. 100 like kelsa, men shundan ham ko'proq eng sara modlarni ko'rsatib ketaman. To'xtang, endi yuklashda. Hammasi ham mana one blockniki. One block. To'xtang, chiqib. Play Marketga kirib, one block deb yozing, o'zi chiqarib beradi. Men shunda one blockda chiqarib olganman. Mana her türlü one blocklar bor. Öyle ko'rganingizdek. Har xil. Survival ham bor ekan bunda. Yo'q, bularni ko'rmaganman. Bularni ham video qilib chiqaraman mana. Skyblock. Har turli narsalar. Top 2 modimiz. Buning ati one block desangiz, Guns mod 3D. Videosi chiqarganman ham, lekin o'rgatib ketay. Yuklashni ham o'zingiz bilasiz. Bossam. Hamma modlarni
Bunaqa Telegramdan narsadan yuklamayman. Men faqat Play Marketdan va yuklayman. Play Market va Googledan. So'ng Nextni bosamiz. Shular ichidan mana shu Lazer Guns tanlaymiz, ya, mana shu ikkisi. So'ng Nextni bossak, yana Nextni, yana Next. So'ng shu yerda Slack, mod, so'ng davlat, Insta, so'ng o'zingiz qo'yib bilasangiz. So'ng top jahon urushi modi mana. Zombie narsa deb yozing. O'zi chiqaradi ana. Kirsancha. Manam hozirgina kallamga kelib, shularni skachat qildirib YouTube'ga qo'yay dedim. Agar 100 like kelsa, shuning ikkinchi qismini ham chiqaraman. So'ng unday eng sara tank, mashin, kar, ya bo'lmasa 50 like va kommentariy yozib, kim kommentariyasi ko'p like qilsa, shuning modini ko'rsatib ketaman. Tezdan kiraychi, kirmayapti. Hozir kirib ketgandan keyin yoqiyani o'zingiz menga kirmayapti. Tushundingiz? Xayr, sizlar bilan to'g'ri bo'lib ketdi.